Assalomu alaykum, hurmatli bizni to'g'ridan to'g'ri kuzatib turgan aziz muxlislarimiz. Bugungi onlayn darsimizni ham boshlaymiz. Demak, birinchi darsimiz fiqh fanidan bo'lib o'tadi. Unda tahoratning farz va sunnatlari haqida so'z yuritamiz. Demak, ushbu darsni Toshkent Islom instituti o'qituvchisi Hasanjon domla Qodirov olib boradilar. Marhamat ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Avvalambor assalomu alaykum muhtaram bizni eshitib ko'rib turgan muxlislarimiz. Mana bugun Muxtasari Quduriy kitobidan tahoratning farzlari va sunnatlari haqida dars olib boramiz. Avvalo Alloh subhanahu va taolo biz uchun bu darsimizni manfaatli va barakatli qilgan bo'lsin. Avvalo tahorat so'ziga to'xtalamiz. Tahorat degani poklik, ozodalik degan ma'noni bildiradi. Muxtasari Quduriyda musannif rahmatullohi alayh birinchi tahorat kitobidan boshladilar. Bunga bois shuki, tahorat bu namozning kaliti. Ibodatlarning eng afzali namoz bo'ladigan bo'lsa, mana shu namozning kaliti esa tahorat hisoblanadi. Avval fiqh kitoblarimizda avval ibodat va undan keyin muomalat qismlari zikr qilinishligini boisi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Tul jinna val insa illa liya'budun." Ya'niki men jinlar va insonlarni o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratgan, bois ularni Alloh taologa ibodat qilishni, fiqhlarini bayon qilishgan. Ularni poklashlikka doir ana shuning uchun musannif rahmatullohi alayh endi poklanishlik nimadan bo'ladi desa, ulamolar aytadilarki, poklanish ikkita narsadan poklanadi. Birinchisi moddiy najosatlar, masalan qon yoinki bavul ya'ni siydik yoinki hayvonlardan chiqadigan axlatlar va shunga o'xshash shariatimiz najosat deb e'lon qilgan narsalar, bu inson ko'zi bilan ko'radigan, inson his qiladigan moddiy najosatlar hisoblanadi. Mana shulardan poklanishlik nazarda tutilsa, ikkinchi poklanishlik esa u haqiqiy emas, balki hukmiy najosatlardan poklanish bo'ladi. Misol uchun bir kishini tahorati sindi. Tahorati singandan keyin u namoz o'qishligi uchun tahorat qilish kerak. Qur'oni Karimda Alloh taolo amr qilgan a'zolarini yuvishlik kerak, yuzini, ikki qo'lini, ikki oyog'ini yuvish kerak, boshiga mas tortishlik kerak. Vaholanki tahorat qilishlikka yuzlangan insonni mana shu hozir biz zikr qilib o'tgan a'zolariga hech qanaqa najosat tegmagan. Bir moddiy najosatlar, ikkinchi turdagilar esa betahoratlik va kichik betahoratlik. Katta betahoratlik, masalan, g'usl vojib bo'lishligi, junublik, masalan, xotin bir-biri bilan aloqa qilgan paytda ular katta betahorat bo'lishadi. U uchun g'usl qilib butun badanlarini yuvishliklari shart va lozim bo'ladi. Bu katta betahoratlikdan poklanishlik bo'ladi. Kichik betahoratlik esa tahorat sinadigan amallar insondan sodir bo'lgan paytda yuqorida zikr qilgan a'zolarni yuvib, biz bilgandik namozdagi tahoratni qilishlik bilan kichik betahoratlikdan pok bo'ladi. Demak, demak poklanishlikni ikkita uslubi bor ekan. Katta betahoratlikdan g'usl qilishlik bilan va kichik betahoratdan esa tahorat qilishlik bilan biz poklanar ekanmiz. Uchinchi turdagi poklash uslubi ham bor, poklanish uslubi ham bor. Bu tayammum deyiladi. Tayammum katta betahoratlikka ham, kichik betahoratlikka ham o'ta qilyapti. O'sha inson bo'lmasa, shu bilan birgalikda tahorat bilan g'usl oyatini tilovat qilsak yoki uni eshitgan bo'lsak, sajda tilovatini qilishligimiz uchun ham bizga tahorat farz bo'ladi. Bo'lmagan qat'iy dalil bilan sobit bo'lgan hukmga qachonki namozga tursalaring yuvinglar va boshlaringga mas tortinglar va ikki oyoqlaringni oshiqlariga yuvinglar deb Alloh subhanahu va taolo
المرفقان والكعبان يدخلان في الغسل سباتة قوم فبال وتوضأ. ikki qo'lning tirsagi va chunki nabiy ekanligini ifodalab beradi. Fiqh kitoblarimiz umumiy tarzda e'tiqod qilishlik farz emas deydi ulamolar. A'zolarni zikr qilganda uni chegarasini belgiladi. Lekin boshqa mas tortishlik borasida esa Alloh subhanahu va taoloning oyati kitob bu borada jumboq bo'ldi. Ya'niki boshini qaysi qismiga mas tortilishlik to'g'risida Qur'onda bayonot kelmadi. Va payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biz yuqorida aytgan hadisimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonidan boshning qaysi bir qismiga mas tortishlik to'g'risida bayon bo'lib kiritildi. Endi demak biz tahoratni farzlari bilan tanishib o'tdik. Ba'zi boshqa bir kitoblarimizda, xususan Muxtasari Vihoya kitobida soqolga, qalin soqolga, yuzni berkitib turgan soqolga mas tortishlik farz degan ibora keladi, lekin Muxtasari Quduriyda bu masala kelmagan. Ba'zi insonlar shuni noto'g'ri tushunishadi. Soqolga mas tortishlik alohida farz deb aytishadi. Yo'q, unaqa emas. Soqolga mas tortishlik bu alohida farz emas. Soqol qalin bo'lganligi, quyuq bo'lganligi tufayli soqolning ostiga, yuzga suv yetkazishlik haraj bo'lganligi, qiyin bo'lganligi uchun soqolga mas tortishlik yuzni yuvishni o'rniga o'tadigan farz sifatida e'tirof qilinadi. Demak, soqoli nihoyatda qalin bo'lib, yuzini berkitib turgan bo'lsa, suvni uni tagiga yetkazishlikni iloji bo'lmaydigan bo'lsa, o'shanda soqolga mas tortishlik farz o'rniga o'tadi, farz bo'ladi. Endi yuzni avvalo yuzni yuvishlik haqida to'xtalib o'tamiz. Yuzni yuvishlik borasida chegara belgilangan. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuzlaringni yuvinglar degan. Ulamolar yuz degan so'zdan ijtihod qilib chiqarganlar. Yuzlanish degan so'zdan olinadi. Masalan, men bir kishiga bundoq yuzlanib qarasam, meni yuzimni qaysi bir qismi unga ko'rinadigan bo'lsa, ana shu hudud, ana shu chegara yuz deb hisoblanadi. Shunga ko'ra ulamolar yuzni tahoratda yuvishlik chegarasini belgilashgan. Yuzning uzunasiga chegarasi sochni o'sadigan joyidan boshlab, ya'ni peshonaning tepasidan to iyagning ostiga qadar. Yoniga esa bir quloqning yumshog'idan ikkinchi quloqning yumshog'igacha bo'lgan hudud mana shu chegara yuzning chegarasi bo'ladi. Ulamolar aytadilar, mana insonni yon tomonida sigimiz kerak. Keyin yuzni yuvgan paytimizda biz ehtiyot bo'lishligimiz lozim bo'lgan ba'zi bir masalalarni zikr qilib o'tamiz. Yuzni yuvgan paytda qoshning ostiga suv tegish kerak. Mo'ylablarning ostiga suv yetishligi kerak. Shuningdek, ikki ko'zning cho'nqur joylari burunning yonida turgan cho'nqur joylariga tahorat qilganda suvni yetkazishlik kerak. Lekin ulamolarimiz aytadilarki, ko'zni ichiga suv yetkazishlik shart emas. O'zi aslida bir kishi yuzlanganda ko'zi ochiq turadi, ko'zni ichi ko'rinib turadi. Yuzni chegarasiga kiradi bu aslida. Lekin buni ulamolar mustasno qilib chiqarishgan. Chunki suvni ichiga, ko'zni ichiga suv kirgizishlik nihoyatda mashaqqat, qiyin bu. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo bandani faqat quvvati yetadigan narsaga taklif qiladi. Bu qiyin. Ba'zi bir sahobalar tahoratda yuzlarini ichiga suv yetkazganliklari to'g'risida biz Jumraydan suv olganimizda yuqoriga ko'tarib, avval barmoqlar tomonidan pastga qarab, yuqori qismiga qarab yuvishligimiz kerak. Jumrakdan shundoq suvni olib, bundoq ko'targanda qo'l bilan surib, tirsakni orqa tomonlariga qo'lni aylantirib yuvishligimiz kerak. Agar mana shu tahorat borasida ozgina beparvolik bo'ladigan bo'lsa, ninani uchuchalik joyga agar suv tegmay qoladigan bo'lsa,
tahoratimiz tahorat bo'lmaydi. Chap qo'lni ham xuddi shunday kaftimizga suvni olib ko'tarib, suvni ishqab, tirsaklarni orqa tomonlari, qo'lni orqa tomonlari bilan ishqab yuvishlikni unutmasligimiz kerak, esdan chiqarmasligimiz kerak. Qo'lni yuvishlik borasida ikki tirsak ham yuvishlik hududiga, farz hududiga kiradi. Buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Undan keyin oyoqni yuvganda ham tufuq bor, tufuqlari bor. Ya'ni ikki tomondan bo'rtib chiqqan kichik suyaklar bor. Ana shu qismi ham albatta yuvilishlik kerak. Tahoratda oyoqni yuvishlik paytida ehtiyot bo'lishligimiz kerak bo'lgan yana bir o'rin bor. Tovonni yuqori qismi, orqa tomon ko'p ko'rinmaydi. O'shaning uchun mana shu jihatlarga ham e'tiborimizni qaratishligimiz lozim bo'ladi. Boshga mas tortishlik borasida, demak, boshni 4dan 1 qismiga mas tortishlik farz, hamma qismiga mas tortishlik esa sunnat hisoblanadi. Buni o'z joyida inshaalloh taolo zikr qilib o'tamiz. Boshga mas tortishlik borasida ba'zi bizni Hanafiy mazhab ulamolari barmoqning 3 ta barmoq miqdoricha bo'lgan qismiga mas tortishlik farz degan rivoyatlar ham bor, lekin biz birinchi rivoyatni olganimiz yaxshi bo'ladi. Chunki ko'p kitoblarda boshning 4dan 1iga mas tortishlik farz deyilgan. U shu boshni oldi qismini tashkil qiladi. Tahoratni sunnatlari: va sunanut taharati ghaslul yadayni qabla idkhalihima al-ina'a idza istayqadha al-mutawaddi'u min nawmihi wa tasmiyatullah ta'ala fi ibtida'i al-wudu'i was-siwaku wal-madmadatu wal-istinshaqu wa mashu al-udhnayni wa takhlilu al-lihyati wal-asabi'i wa takraru al-ghasli ila al-thalathi wa yustahabbu lil-mutawaddi'i an yanwiya at-taharata wa yastaw'iba ra'sahu bil-mashi ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. Tahoratni sunnatlari. Sunnatni zikr qilishdan oldin sunnatni ta'rifiga biroz to'xtalib o'tamiz. Sunnat deb nimaga aytiladi? Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimiy ravishda bajarib, goh-gohida tark etgan amallari sunnat bo'ladi. Tahoratni sunnatlari: tahorat qilguvchi uyqusidan uyg'ongan paytida idishga ikki qo'lini tiqishligidan oldin ikki qo'lini chig'anoqlarigacha yuvmoqlik. Hozirgi zamonda bu narsa ko'p ishlamaydi. Hozir jumraklar bor, kichik idishlar bor. Qadim paytlarda odamlar katta-katta idishlarga qo'lini tiqib tahorat qilishgan. Ana shu idishga qo'lini tiqishlikdan oldin qo'lni yuvishlikka payg'ambar alayhissalatu vassalom hadislarida zikr qilganlar. Mana shu hadisni matnidan ilova qilinib, mana shu fiqh kitoblarimizga kiritib qo'yilgan. Aslida uxlamagan odam ham yoki katta idishdan suv olmaydigan odam ham tahoratni avvalida ikki qo'lini mana shu chig'anoqlarigacha yuvishligi sunnat. Bu umumiy sunnat. Faqat uyqudan turguvchi kishi uchun yoki katta idishga qo'lini tiqib tahorat qiladigan kishiga xos emas. Bu umumiy. Keyingi tahoratni sunnatlaridan ikkinchisi Alloh taoloni tahoratni avvalida Allohu taoloni nomini yod etishlik. Tahoratda Bismillahirrohmanirrohim deb tahorat qilishlik. Keyingi sunnati tahorat qiladigan paytda og'izni chayishda misvok ishlatishlik. Mana misvokni ko'pchiligimiz bilamiz. Bu bir daraxtdan olingan bo'lib, og'izdagi noxush hidlarni ketkizadi. Keyingisi og'izni yaxshilab chayishlik. Og'izni chayishlik borasida avvalo 10 kaft bilan og'izga suv olinadi. Uni tashlab, agar misvok bo'lsa, misvok ishlatiladi. Agar misvok bo'lmaydigan bo'lsa, bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoqdan foydalaniladi. Og'izga suv olinib, keyin bosh barmoq bilan og'izning o'ng tomonini tepa qismi, keyin past qismi suriladi. Keyin esa ko'rsatkich barmoq bilan og'izning chap tomonining tepa qismi, keyin past qismi
yaxshilab surilib, ikkinchi marta yana suv olib og'izga og'iz chayilib tashlanadi va uchinchi martada og'izga suv olib g'arg'ala qilib yuqori ko'tarib mubolag'a qilib og'izni chayiladi. Val istinshoq degani bu burunni yuvishlik. Burunga ham alohida har bir martaga xuddi og'izni yuvganda alohida suv olganlik kabi har bitta martada alohida suv olib burun chayiladi, yuviladi. Burunga bir marta suv tortgandan keyin chap qo'l barmog'i bilan burunni ichidagi kirlari tozalanishligi mustahab amallariga, fazilatli amallar sarasiga kiradi. Demak, burunga suv olingan paytida o'ng qo'l bilan olinadi. Burundagi suv chiqarilishligida chap qo'l bilan chiqariladi. Chunki islom dini poklik dini, kirlarni chiqarishlik paytida chap qo'ldan foydalaniladi. Mana shu o'rinda bitta voqeani eslatib o'tishligimiz joiz bo'ladi. Imom Husayn radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni nabiralari burunga suv olishlikda o'ng qo'lni ishlatar ekanlar. Hazrati Muaviya radhiyallohu anhu sunnatga xilof qilyapsiz deganlarida Imom Husayn radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, men nima uchun sunnatga xilof qilaman? Holbuki sunnat bizni xonadonimizdan chiqqan-ku degan ekanlar. Ya'niki burunga suv olishlikda o'ng qo'l ishlatiladi, lekin chiqarishda chap qo'l ishlatiladi. Va mashul uznayn, ikki quloqqa mas tortishlik bu sunnat. Tahoratni sunnatlar sanasiga kiradi. Lekin mana shu ikki quloqqa mas tortishlik boshga mas tortishlik uchun olingan suv bilan tortiladi. Bitta suv olinadi. Alohida suv olinmaydi. Lekin ba'zi bir hadislarda payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quloqlariga mas tortishlik uchun alohida suv olganlar degan hadislar bor ekan. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshlariga mas tortishlik uchun olgan suvlari bilan quloqlariga ham mas tortgan edilar degan hadis ham bor ekan. Demak, mana shu o'rinda ikkita hadis bir-biriga zid kelyapti. Nima qilamiz deganda, ulamolarda bu fiqhda qoida bor. Ikkita hadis ham bir xil quvvatga ega bo'ladigan bo'lsa, bitta hadisni boshqa tomonga ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, shu ehtimolga hamil qilinadi. Misol shuning uchun ulamolar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quloqlariga mas tortishlik uchun alohida yangi suv olganliklari to boshlariga mas tortgancha shu quloqlariga mas tortilishlik uchun bo'lgan barmoqlardagi suvlar qurib qolgan bo'lgan. Ana shuning uchun alohida yangi suv olgan degan nimani qiladigan bo'lsak, bu hadisni ikkinchi tomonga hamil qiladigan bo'lsak, ikkita rivoyatni o'rtasi jamlanadi. Tahoratning keyingi sunnatlaridan biri tahlilul lihya, soqolga hilol qilishlik. Uzun soqollar qo'llaniladi, mas tortiladi, keyin soqolning orasiga barmoqlarini kirgizib tortiladi. Hilol degani yurgizish degani, oralatish degan ma'noni bildiradi. Va qo'l va oyoqlarning barmoqlarini orasini ham halol qilinadi. Qo'lni yuvadigan paytda bundoq qilib, avval o'ng qo'lni oralariga, keyin chap qo'lni oralariga barmoqlar yuritiladi. Chunki toinki barmoqlar orasiga suv yaxshi yetib borishligi uchun. Oyoqni barmoqlariga ham halol qilinadi. Oyoqni barmoqlariga chap qo'lni jimjilog'i bilan har bittasini orasiga kirgizib, suvni yetkazishlik uchun hilol qilinadi. Mana bu kitoblarimizdagi sharhlarda aytiladiki, agar barmoqlar orasiga suv bemalol yetib boradigan darajada bo'lsa, ularni orasini hilol qilishlik sunnat. Agar barmoqlar orasi bir-biriga yaqin bo'lib, suv quyganda suv yetib borishlik ehtimoli kam bo'lsa, yetib bormaydigan darajada bo'lsa, unda barmoqlar orasini hilol qilishlik farz bo'ladi degan ekan ulamolarimiz. Tahoratning keyingi sunnatlaridan bittasi yuvishlikni 3 marta takror qilishlik.
Ya'niki har bitta a'zoni yuvganda 3 marta yuvishlik kerak. Faqat boshga mas tortganda 1 marta tortiladi. Chunki masx tortishlikni takror qilishlik bu makruh. Shuning uchun a'zolarni yuvganda 3 marta yuviladi, bu sunnat hisoblanadi. Mana shu o'rinda bitta bir nozik narsani ham biz zikr qilib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Agar bir kishi 3 marta qo'lini yoki boshqa a'zosini yuvganda, har 3 marta yuvganda hamma joyiga to'liq suv yetadigan bo'lsa, ana shunda 3 marta bo'ladi. Bir marta yuvganida qo'lini hamma qismiga suv yetmasa, ikkinchisi, uchinchisida to'liq yetadigan bo'lsa, demak u 2 marta yuvgan bo'ladi. Har bir yuvganda to'liq a'zoga suv yetsa, o'shanda 3 marta yuvilganlik sunnati ado bo'ladi. Mana shu jihatlarimizga biroz e'tibor qaratishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana undan keyin tahoratni keyingi sunnatlariga o'tamiz. Xo'p, sunnatlari tugabdi, mustahablariga o'tamiz. Muxtasari Quduriyda aytadilarki, musannif rahmatulloh alayh tahorat qilguvchi uchun tahoratni niyat qilmoqligi va boshining barcha qismiga mas tortmoqligi va tahoratni tartib bilan qilmoqligi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo zikri bilan boshlagan a'zodan tahorat qilishlikni boshlamoqligi va o'ng tomondan tahorat qilmoqlik mustahab degan ekanlar. Lekin mana shu Muxtasari Quduriyni xo'p, tahorat qilguvchi uchun tahoratni niyat qilishlik, boshni hamma qismiga mas tortishlik va xo'p, tahoratni tartib bilan qilishlik mustahabdir degan so'zlariga biroz e'tiroz bo'lgan ekan. Shuning uchun biz mashhur gapni gapiramiz. Mana shu 3 ta amal sunnatlar sarasiga kiradi. Sunnat deb olganimiz ma'qul bo'ladi. Shunda tahoratni mustahablari bittasi o'ngdan boshlashlik va ikkinchisi bo'yinga mas tortishlik bo'ladi. Demak, tahorat qilgan kishi hop 2 qo'lini shundoq ho'llab, shu gardaniga, bo'yniga mas tortib qo'yiladi. Mana shundoq tortiladi. Mana shu ham mustahab, tahoratni o'ngdan boshlashlik ham mustahab amallar sarasiga kiradi. Nafaqat tahoratni, balki boshqa hamma amallarda o'ngdan boshlashlik bu fazilat hisoblanadi. Mana shu o'rinda endi ba'zi bir nozik jihatlarimizni yana eslatib o'tgan bo'lamiz. Hozir yuqorida tahoratni farzlarini zikr qildik. Qaysi a'zolarni yuvishlik kerak, qaysi a'zolarga mas tortishlik kerak zikr qilindi bular hammasi. Tahoratda yuvishlik farz bo'lgan a'zolardan ozgina bir joyi qolib ketadigan bo'lsa ham tahorat hisoblanmaydi. Shuning uchun tahoratni mukammal bo'lishligi uchun farzlarga e'tibor berishligimiz, qaratishligimiz lozim bo'ladi. Shu o'rinda yana ulamolarimiz aytadilarki, agar ba'zi insonlar, tahorat qilguvchilar qo'lida uzuklari bo'lib, uzuklari qo'lni siqib tursa, suv quyganda uzukni tagiga suv yetmaydigan bo'lsa ham tahorat bo'lmaydi. Shuning uchun uzuklarini yechish yoki biroz harakatlantirib uni ichiga suv yetkazishlik kerak. Yo'inki insonni tahoratda yuvishligi farz bo'lgan a'zolariga tagiga suv o'tkazmaydigan qobiqli narsalar paydo bo'lsa, misol uchun bo'yoq, kraskalar tegdi, yuvganingizda qo'lingizga suv yetmaydi, ya'ni teriga suv yetib bormaydi, balki u bo'yoqning ustida qoladi suv. Shunda o'sha bo'yoqni ketkizib, o'sha o'ringa ham suvni yetkazishlik lozim bo'ladi. Masalan, shuningdek ayollar xamir qiladi. Xamir qilganda qo'llariga yopishib qolgan bo'lsa, shu xamirini tagiga suv yetmasa tahorat bo'lmaydi. Yo'inki ba'zi bir insonlarda oyoq yoki qo'l barmoqlari bir-biriga yopishib ketgan bo'ladi. Uni bundoq qo'lni tiqib ochsa bo'ladi. Shuni qo'lni tiqib ochib suv yetkazishlik kerak. Yo'inki ba'zi insonlarda tirnoq o'sib qiyshayib ketgan bo'ladi. O'sha tirnoq o'sib qo'lni oldi qismini berkitib qo'ygan bo'ladi. O'sha joylarga ham suv yetishligi farz bo'ladi. Shuningdek, ayollar hozirgi kunda juda ko'p odatga aylangan bu narsa. Qo'llariga ayollar
nima qo'yadi? Lak qo'yadi. Tirnoqni ustiga lak qo'yiladi. O'sha tirnoqni ustiga suv yetib bormaydi, balki lakni ustiga yetib boradi. O'zi tahoratda qo'lni yuvishlik farz dedikmi, tirnoqni ustiga ham suv yetishligi farz. Mana shu jihatlarimizga biroz e'tibor berishligimiz kerak, chunki bu tahorat ibodatni salohiyatli bo'lishligi uchun tahorat o'z joyida bo'lishligi kerak, tahorat mukammal bajarilishligi kerak. Shuning uchun mana shu nozik jihatlarimizga ham e'tibor qaratib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Mana hozir tahoratni farzlarini zikr qilib o'tdik. Shunda yana ba'zi bir masalalar paydo bo'lar ekan. Ulardan bittasi shuki, uzun soqollar bo'lib, soqol osilib tushgan bo'lsa, soqolni osilib tushgan qismini yuvishlik shart emas ekan. Xo'p, undan keyin tahoratni sunnatlarini zikr qilib o'tdik. Tahoratni biz zikr qilmagan ba'zi bir sunnatlari bor. Qo'shimcha tarzda o'shalarni ham zikr qilib o'tamiz. Xo'p, tahoratni biz zikr qilmagan sunnatlaridan bittasi tahorat qilishlikdan oldin istinjo qilishlik suv bilan. Ulamolar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonai saodatlarida suv bilan istinjo qilishlik odob bo'lgan bo'lsa, u zotdan keyin sunnatga aylandi degan ekanlar. Chunki yeyishlar o'zgardi, boshqa bo'ldi. Hojatxonaga kirib chiqqandan keyin istinjo qilishlik sunnat deyishgan ekan ulamolarimiz. Undan keyin yana sunnatlar sarasiga mana bu masalalarni ham kirgizibdi ulamolar. Xo'p, og'iz bilan burunga suv olganda o'ng qo'lni ishlatishlik, keyin tahorat qilganda ketma-ket tahorat qilishlik. Bir a'zoni yuvgandan keyin keyingi a'zolarni yuvgunicha avval yuvilgan a'zo qurib qolmasligi va yana ulamolarimiz qo'lni, oyoqni yuvganda yuvishni barmoqlardan boshlashlikni. Mana ko'pchilik e'tibor bermaydi mana shu narsaga. Shunda jumraning tagiga olib borib tirsagini qo'yishadi. Aslida suv tahoratda barmoqlardan boshlashlik, yuvishlikni boshlashlik sunnat degan ekan ulamolarimiz. Qo'l bo'ladimi, oyoq bo'ladimi, farqi yo'q. Xo'p, keyin boshga mas tortgan paytimizda boshni oldi qismidan boshlashligimiz ham sunnat ekan. Mana shu o'rinda bitta masalani zikr qilib o'taylik. Shu qo'lni ho'llab boshga va quloqqa, ikki quloqqa mas tortishlikni ko'rsatib bersak yaxshiroq bo'ladi. Tahorat qilguvchi jo'mrakka qo'lini qo'yib, ikki qo'lini ho'llaydi. O'sha suvni tushirib olgandan keyin ho'l qo'lini boshini avval mana bu 3 ta barmoqni boshning oldi qismiga qo'yadi. Mana. Keyin buni orqaga tortib keladi. To'inki bo'yinni boshlanish qismigacha keladi bu. Demak, 3 ta barmog'imizdagi namlik, ho'rlik ketdi. Endi kaftlarimizdagi namlik turibdi. Uni shundoq tortib bundoq olib kelamiz. Demak, boshni hamma qismiga mas tortildi mana shu o'rinda. Endi ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmog'imizda namlik turibdi. Ko'rsatkich barmoqni quloqni ichki tomoniga tiqamiz. Bundoq aylantirib, quloqni ichlarini bundoq surib, ikkita ko'rsatkich barmog'imiz bilan quloqni orqa qismini bundoq mas tortamiz. Shunda boshni hamma qismiga va quloqqa mas tortilgan bo'ladi. Ba'zi birlar mana shu boshga mas tortishlik borasida biroz kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Qo'lni shundoq ho'llab, barmoqni mana bunaqasiga tortishadi. Mana. Bunda bitta chiziq tortiladi boshdan. Boshda hamma qismiga qo'l yurmaydi. Balki shu 3 ta barmoqni yotqizish kerak. Shundoq to'g'rilikcha yotqizib, keyin surishlik kerak. Agar barmoqlarni uchi bilan tortiladigan bo'lsa, bitta chiziq tortiladi. Ya'niki sunnat ado bo'lmay qoladi. Boshni hamma qismiga mas tortilgan hisoblanmay qoladi. Bunda asosiysi o'sha qo'llanish kerak odamlar. Tagiga suv yetishi shart. Yo'q, tagiga suv yetishligi shart emas. Boshga mas tortishlik borasida shu nam qo'lni, ho'l qo'lni yurishi, tegishi yetadi. Mana Hidoya kitobida aytiladiki, al-ghuslu isalatul ma wal mashu isabatul ma.
Ya'niki yuvish degani suvni quyish, mas tortishlik degani ho'l qo'lni yetkazish, tekizish, yurgizish degan ma'nolarni bildiradi. Ana shu narsalarga nima e'tibor qaratishligimiz kerak. Keyin yuvishlik borasida qay chegarada bo'lishi kerak desa, ulamolar aytadilarki, yuvilganda hech bo'lmasa bitta a'zo yuvilganda 1-2 tomchi suv tomish kerak. Kamida. Yuvishlikni sharti. Bo'lmasa suv oqish kerak o'zi aslida. Juda bo'lmaganda 1-2 tomchi suv tomishlik kerak. O'shanda yuvilgan hisoblanadi a'zo. Agar ulamolar aytadilarki, suvni shundoq kam ishlatib, xuddi yog'ni surgandek sursa, u yuvishga o'tmaydi deydi fiqh kitoblarimizda. Mana shu masalalar nozik jihatlari bilan zikr qilingan. Endi yana fursatimiz bor ekan, tahoratni odoblari haqida ham biroz to'xtalib o'tsak. Odob deb nimaga aytiladi? Qarang. Mustahab, mandub, odob, fazilat degan so'zlar ishlatiladi. Bularning hammasini hukmi bir xil. Usul ulamolari aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam goh-gohida qilgan amallari mandub, mustahab amallar bo'lgan. Bardavomiy qilmaganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Agar davomli ravishda qilib goh-gohida tark qilgan bo'lsalar, u sunnat bo'lardi. Demak, mana shu odoblar haqida to'xtalib o'tamiz. Tahoratni odoblaridan birinchisi yuqori baland joyda turib tahorat qilishlik, toinki tahoratdan sachragan suvlar o'ziga qaytib yetmasligi uchun. Ikkinchisi, tahoratda qiblaga yuzlanib tahorat qilish. Mustahab paytida emas, hojatxonada emas. Tahorat oladigan paytda, yuz qo'llarni yuvib tahorat oladigan paytda. Uchinchisi, uzursiz birovdan yordam olmaslik. Kimdir suvni qo'yib turib, shunaqa yordam olmaslik. Uzurli bo'lsa, u mustasno. To'rtinchisi, tahorat qiladigan paytida odamlar bilan gaplashmaslik. Chunki tahorat ham bir ibodat. Xuzu xushu bo'lish kerak tahoratda. Beshinchisi, til bilan qalbning niyati birlashishi kerak. Ham tili bilan aytish kerak, ham qalbidan o'tkazishligi kerak. Oltinchisi, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahoba va tobiinlar rivoyat qilgan duolarni tahorat paytida o'qib turish, aytib turishlik. Yettinchisi, tahoratda Bismillahirrohmanirrohimni har bitta a'zoni yuvadigan paytida iloji bo'lsa, alohida bismillah deb niyat qiladigan bo'lsa, bu sunnatga, ya'niki odobga, tahoratni odobiga rioya qilishlik bo'ladi. Tahoratda har bitta a'zolarni yuvishlikka alohida duolar kelgan. Agar buni birma-bir aytadigan bo'lsak, cho'zilib ketib qoladi. Bizda Hanafiy fiqhidan savol-javoblar degan nomli kitobimiz chiqqan. O'sha kitobda hamma duolar, qaysi a'zoni yuvishlik paytida qaysi duoni aytishlik kerakligi hammasi zikr qilib o'tilgan, ma'nolari bilan keltirilgan. 8-inchisi, quloqqa mas tortishlik uchun ko'rsatkich barmoqni quloqni ichiga tiqishlik, bu tahoratning odoblaridan. 9-inchisi, uzukni qimirlatib, ya'ni harakatlantirib, uzukni tagiga suv yetkazishlik uchun harakatlantirib qo'yishlik. 10-inchisi, og'iz va burunga suv olganda o'ng qo'lni ishlatishlik. 11-inchisi, burundagi kirlarni tozalashda chap qo'lni ishlatishlik. 12-inchisi, tahoratni namozga taqamasdan oldinroqdan qilishlik, bemalol, xotirjam, huzu xushu bilan tahorat qilishlik. 13-inchisi, tahoratdan keyin o'rnidan turib qiblaga yuzlangan holatida 2 shahodatni aytishlik. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor ekan. Sizlardan birortangiz tahorat qilsa, tahoratini yetuk qilsa, undan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh deydigan bo'lsa, u uchun 8 jannatning eshigi ochiladi.
xohlagan eshigidan jannatga kiradi degan bir bashorat hadislari bor ekan. Buni Imom Muslim, Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn Majahlar rivoyat qilgan ekanlar. 14-si tahorat qilib bo'lgandan keyin qiblaga yuzlangan holatda shu tahoratdan qolgan suvdan ichishlik. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu ba'zida shu amallarni qilgan ekanlar. Shuning uchun buni ulamolarimiz tahoratni odoblariga kirgizib qo'ygan ekanlar. Tahoratda makruhlari bor, 6 ta makruhlari bor. Bularni ham zikr qilib o'tamiz. Birinchisi suvni isrof qilishlik, tahoratda ko'p suv ishlatib yorishlik. Ikkinchisi esa tahoratda suvni o'ta kam ishlatish. Mana yuqorida aytib o'tdik, juda kam quyib xuddi yog'ni badanga surgandek surishlik. Uchinchisi esa yuzni yuvadigan paytda yuzga suvni qattiq urish. Chunki insonni sharaf manzili bo'ladi yuzi. Shuning uchun bu makruh deyilgan. Xo'p, keyingisi 4-si tahorat paytida odamlar bilan suhbatlashib, bemalol gaplashib tahorat qilishlik tahoratning makruhlaridan. 5-si esa uzrsiz bir kishidan yordam olish. Bu haqida Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tahorat suvlarini istaydiganini, ya'niki suv quyishlikni iroda qilib turgan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhu ko'rib, yugurib Payg'ambar alayhisolatu vasallamni tahoratlariga suv quyishlik uchun shoshildilar. Keyin Payg'ambar alayhisolatu vasallam "Mah ya Umar, qo'y, ey Umar" dedilar. "Men namozimga bir kishi menga yordam berishligini istamayman" degan ekanlar. Ana shu hadisdan ulamolar aytgan ekanlarki, uzrsiz birovdan yordam olishlik makruh degan ekanlar. 6-si sunnat bo'lgan miqdordan oshirib yorishlik. Masalan, 3 marta yuvishlik sunnatmi? Har bir a'zoni 4 marta, 5 marta yuvib yorishlik bu makruh bo'lar ekan. Lekin ulamolarimiz aytgan ekanlarki, bir kishining ko'ngli xotirjam bo'lmadi. Shu a'zosini qaysi bir joyiga suv tegmay qoldi degan gumon paydo bo'ldi. O'shanda 4-chi, 5-chi marta yuvsa bo'ladi. Demak, ruxsat bor. Ruxsat bor, faqat ko'ngil xotirjam bo'lmagan bo'lsa. Shunaqa savol bilan murojaat qilishyaptiki, bizga yoshim keksa, ba'zan tahorat qilib bo'lgandan keyin shu amalni bir martaga kam qilib qo'ygandek tuyulaveradi. Bu ko'p takrorlanib turadigan holat. Shunda qanday yo'l tutsam bo'ladi degan mazmundagi savollar bilan ham bizga murojaat qilishyapti-da. Hozirmi? Hozir. Xo'p. Bunda shundoq bo'ladiki, bir kishi tahorat qilgan paytida bir a'zosini 2 marta yuvdimmi, 3 marta yuvdimmi degan gumon bo'ladigan bo'lsa, agar ko'ngil xotirjam bo'lmaydigan bo'lsa, ko'ngilni xotirjam qilishlik uchun yana bir marta suv quysa, uni zarari yo'q. Lekin bu doimiy odatga aylanib qolib turib, gumon g'olib kelaversa, unda gumonni, ya'niki vasvasani ketkazishlik uchun yo bo'ldi deb o'sha joyida to'xtatib 3 marta bo'lgan. Chunki men odatda 3 marta yuvardim hamma a'zoni deb, halik vasvasani ketkazishlik uchun tark qilishligi o'zlari uchun yaxshi bo'ladi. Chunki yana bitta bir masala bor, shak bilan o'zi bir amal botilga chiqib qolmaydi. Masalan, bir kishi deylikki, tahorat oldi, tahorat qilganini eslaydi, lekin tahoratim sindimikan degan bitta gumon paydo bo'ldi. Tahorat sinmaydi. Qoida bor fiqhda, al-yaqinu la yazulu bish-shak. Ishonchli aniq narsa shak bilan ketmaydi, yo'qqa chiqmaydi. Rahmat domla. Savollarimiz yo'qmi? Yo'q, rahmat domla. Xo'p. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigor alamin bu darslarimizni barakatli qilsin, xayrli qilsin, hammamiz uchun manfaatli qilib, keyingi darslarda sihat salomat yetib borishligimizni o'zi muyassar aylagan bo'lsin. Rahmat domla. Minnatdorchilik bildiramiz. Mana bugun bizni to'g'ridan to'g'ri ko'rib turgan muxlislarimizga tahoratning farzlari, sunnatlari, undagi odoblar to'g'risida, makruh amallar to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'tdingiz. Agar aynan shu mavzu bo'yicha bizda savollar keladigan bo'lsa, keyingi darsimizda albatta bularni sizga tortiq qilamiz. Aniq-qadar bu savollarga ham javob berib o'tamiz. Hurmatli muxlislar, bizni kuzatishda davom eting. Bir necha daqiqalardan so'ng hadis
sharhi fanidan demak to'g'ridan to'g'ri darsimiz bo'lib o'tadi. Ustoz